Avvalambor assalomu alaykum azizlar. Sog' omonmisiz? Ayni damda bayram shukuhi, yuzingizda tabassum, qalbingizda quvonch. Sizga tabriklayman. Dasturi boshlovchisi Sarvinoz bo'laman. Ayni damda bizga dilnomalar, dilizxonlari yuborilgan bayram tabriklarini o'qib eshittirish uchun jonli qo'ng'irog'imizni boshladik. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Biz Xurram va Nargizaxon opamiz bilan bog'landikmi? Aha, xuddi o'zi. Ayni damda onajon, sizni tabriklar loyihasidan bezovta qilib turibmiz. Rahmat. Boshlovchi Sarvinoz bo'laman. Ha. Bizga ayni damda farzandlaringiz tomonidan dilnomalar kelib tushgandilar. Bayram tuhfasi uchun sizga o'z qalbi siqonlarini, muhabbatlarini inom etmoqchilar. Rahmat farzandlarim kim aka? Sharafxon, Aha. Odil, Shoira, Bunyod, keliningiz Farangiz, nabiralaringiz tomonidan yo'llangan ushbu dilnomalar. Voy aylanay, rahmat. Maylimi birozgina vaqtingizni olgan holda dilnomalarni o'qib eshittirsiz onajon? Mayli qizimlar. Menga dunyo kerak emas, biror mansab shart emas. Yonimda tirgak doim ota-onam bo'lsa bizning qayg'u-g'am hech biri dilchut emas, faqat birga men bilan ota-onam bo'lsa hayot go'zal do'stginam, bil unchalik yomon emas, ne bo'lsa ham yonimda ota-onam bo'lsa o'zga yurtda bo'lsa gar duo qilib hech tinmas, ne bo'lsin bilmagar ota-onam bo'lsa dilxonlarini yuborganlar onajon. Rahmat qizimjonim. 8-onajon, aytganingiz kelsin. Sizga farzandlaringiz dilnomalarini yubordilar onajon. Sizni shod qilgan bo'lsak juda ham xursandmiz. Sizga dilnomalarini aytganlar, biz shuni eshittirib o'tamiz onajon. Rahmat. Onajon, men sizni yaxshi ko'raman. Umringiz uzoq bo'lsin, baxtimizga sog' bo'ling. Sizni juda ham yaxshi ko'raman onajon. Sizni qalbingizga ozorlar berganman bolaligimda. Bolalikdagi qilgan dilozorliklarimni kechiring ona. Rahmat. Sizda doimo bizga bosh bo'ling onajonim. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Umringiz uzoq bo'lsin. Bugungi mana shunday shodiyona bayram kuningiz muborak bo'lsin deyman ona. Rahmat bolalarim. Baxtli bo'linglar bolalarim. Mening onam dunyodagi eng yaxshi onadir. Ularga hech kim o'xshamaydi. Yuzlari kulsa ham, ko'zlari quvonsa ham, u men uchun bir dona yagona onam bo'ladilar deydilar. Rahmat. Onajon, mana shunday farzandlarni onasi bo'lganingiz uchun faxrlansangiz ham arziydi. Bunaqa tabriklarni yo'llash har bir sizning ham qo'lidan kelavermaydi. Rahmat, sizga ham katta rahmat. Bolalarim ham sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin, qo'shganlari bilan qo'sha qarib, baxtli, saodatli yashashsin. Mana shunday ushbu damda bir oilamizda bir 3 ta bayramni nishonlamoqdamiz. Ro'za oyi 8 muborak bo'lsin onajon. Rahmat sizlarga ham. Sizni ham tabriklayman. 8-mart bayramlari bilan, bahor bayrami bilan, ro'za bayramlari bilan sizni ham tabriklayman. Yuzlarga kiring. Baxtli bo'lingsiz ham qizim. Allohim aytganingiz kelsin. Yamatjon kuyovingiz Sharafxon tomonidan ushbu dilnomalar yo'llandi onajon. Taqdim etadi. Rahmat. Sizni ham qizlaringizga, farzandlaringizga dilnomalaringiz bo'lsa yo'llab qolishingiz mumkin. Biz o'z egalariga yetkazamiz onajon. Rahmat aynalib ketay, rahmat jonim. Ular baxtli bo'lsa bo'ldi. Aytganingiz kelsin ilohim. Ro'za oylarida nimaga niyat qilgan bo'lsangiz, Allohim niyatingizga yetkazib, umrlaringizni uzoq qilsin. Farzandlaringiz boshda bosh bo'lib yurishligingizni tilab qolamiz onajon. Rahmat qizim, rahmat, kattakon rahmat. Siz bilan g'oyibona suhbat qilganligimdan men juda ham shodman onajon. Men ham xursandman asal qizim. Men ham xursandman. Boshim ko'kka yetdi, farzandlarim meni shunchalik e'zozlab tabriknomalar yo'llaganiga.
Ilohim aytganingiz kelsin, farzandlaringiz baxtingizga sog' bo'lsin deya bugungi dilnomamizni yetkazdik va biz yakun yasaymiz dilnomamizga onajon. Rahmat Aynar kiti. Sog' bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin sizni ham. Ilohim aytganingiz kelsin, rahmat. Shabarardan kelsin. Xo'p, rahmat kattakon. Sizga ham rahmat asal qizim. Xo'p, mayli, sog' bo'ling ona. Qani yaxshilab. Kimlar qoldi, kimlar ketdi? Yillar ba'zan ko'zim yoshlatdi. Hatto eng yaqinlar tark etdi. Faqat siz qoldingiz ona. Aytgan aytolmagan gaplarim bor, boy bergan necha fursatlarim bor. Bugun aytay mana takror boringizga shukr ona. Ko'zlari tinmayin yo'lim kutgan, borsam gar qoshiga jonin tutgan. Qo'lingiz yozib endi haromla o'ynang, davralar to'rida ona. Qani bitta raqs tushib beringchi endi. Hey! Jonim monam, borim monam, mashhur bo'ldim endi mana. Kunlar keldi, yayrang endi, otamla birga onam. Jonim monam, borim monam, mashhur bo'ldim endi mana. Kunlar keldi, yayrang endi, dadam bilan birga onam. Hey! Rahmat.